Gülendam Obistayning kundalik xotirasi izidan. Tatar muarifchilarining Uyg'ur yangi muarifi shakllanish bosqichida o'ynagan boshlamchilik roli Uyg'ur xalqining muarif tarixida mangu hurmat bilan tilga elinib turadi. Bo'libmi G'ulja, Cho'chak va Turpanning yangi muarif tarixida, ya'ni jadidchi maktablarning ochilishida Tatar muarifchilari o'chmas va unutilmas tuhfalarni qo'shgan. Tatarlar Türkiy millatlar ichida sholliq tarixga va porloq madaniyatga ega ulug' millat. Ular 19-asrning 80-yillaridan boshlab Qrim va Oral Idil bo'ylarida jadidlik harakatini qo'zg'ab, Türkiy xalqlarining ideologiya hayotida zo'r yengilanish paydo qilgan. Ularning mushu davrdagi bir turkum islohotchi mutafakkurlari o'zlarining katta asarlari va jonliq faoliyatlari bilan qarindosh turkiy millatlarning milliy uyg'onish, yangi madaniyat, yangi ma'arif harakatiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Ana shu jadidlik harakatida ko'plagan tatar o'qituvchilar ona vatanidan ayrilib G'ulja, Urumchi, Qashqa, Turpanlarga kelib, jadidcha o'qitish bilan shug'ullangan. Peshqadam ziyoli Abdulla Talib apandi Uyg'ur ma'arif tarixidan o'chiriklar degan kitobida ona diyorimizga kelib usuli jadid o'qitishi bilan shug'ullangan pidakor tatar ma'arifchilari to'g'riliq to'xtalganda, bu uzun tarixiy jarayonda Uyg'ur yangi ma'arifi uchun qarindosh tatar ayol o'qituvchi ziyolilarining va bir turkum o'zbek ma'arifchilarining qo'shgan tuhfasi hamda oqquzgan qon tarlari oz emas. Ularning o'chmas tuhfasi Uyg'ur ma'arif tarixining oltin sahifasida mangu chaqnab turadi. Uyg'ur avlodlari ularning sholliq amgiki uchun hisobsiz minnatdorlik bildiradi deb yozgan. Buni biz bir butun millatning minnatdorlik hissiyotining bir ziyolining qalami orqali ifodalangan rahmati deb taniymiz. Tatar xalqi bizning 20-asrning boshlaridagi madaniyat ma'arif ishlarimizda haqiqatan zo'r burilish paydo qilgan ustoz xalq. Ularning bizning madaniyat ma'arif ishlarimizga qo'shgan tarixiy tuhfasiga Hokim Jabbor, Tursun Hoshur Ediquti, Abduvali Muqiyit qatorliq Uyg'ur ziyolilarimi o'z asarlarida obyektiv va chin baholarini, samimiy tashakkurlarini bildirgan. Uyg'ur ziyolilari tatar ma'rifatchilarining tarixiy tuhfasiga rahmat aytganiga o'xshash, tatar tadqiqotchilarimi Uyg'ur adib olimlarining Oltin O'rda xonliqida tatar madaniyati uchun qo'shgan tarixiy tuhfasiga alohida tashakkur aytdi. Oltin O'rda xonliqi Chingizxonning navrasi Batuxon tarafidan 1243-yili Idil daryosi vodisida qurilgan. Bu xonliq 15-asrning boshlarigacha davron surgan bo'lib, asosi aholisi tatarlar edi. Xiva xoni Abul G'ozi Bahodir xon tarafidan yozilgan Shajara-i Turk nomli tarixiy asarda Uyg'urlarning Chingizxonning avlodlari qurgan xonliqlarda o'ynagan madaniyat jihatdagi roli to'g'riliq mundoq yozilgan. Uyg'ur xalqi orasida turkcha o'qigan kishilar nihoyat ko'p edi. Uyg'urlar daftardorlikni va divan hisoblarini nihoyat yaxshi bilar edi. Chingizxonning navrillarining zamoniga kelganda Mavraun nahrida, Xurosonda va Iroqda majlis sohiblari va daftardorlarning hammasini Uyg'urlardan qo'ygan edi. Mana shundoq tarixiy amaliyotdan xabardor tatar tadqiqotchi Malik Chanshev apandi Jungo Tatar Ma'arif tarixi degan kitobida Oltin O'rda xonadonligida qadimki Uyg'ur yoziqi asosi davlat yoziqi qilib qo'llanilgan. Xon avlodlari, uning jamoati, yuqori qatlamdagi baglarning farzandlari, o'rda amaldorlari va xodimlar maxsus Uyg'ur tilida dars olgan. Qadimki Uyg'ur yoziqini o'rgatadigan muallimlar asosan Uyg'urlar bo'lib, dars konu Uyg'ur tilida o'tiladi. Oltin O'rdaga borgan ko'plagan Uyg'urlar o'zlarining til yoziqida dars berib qolmay,
yana bu zemindagi tatar millatini tashkil qilguvchi qabilalarga o'zlarining madaniyat, fan, san'at, adabiyot, falsafa, binokorlik, rassomlik jihatlaridagi muvaffaqiyatlarini taqdim qilib, tatarlarning milliy madaniyatining texmi taraqqiy qilishiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan. Uzun tarix, turlik vaqalar bu hurmatlik ustozlarning buyuk tuhfallarini ham nom sharafini bu davrga yetkazib kelamagan bo'lsa-mu, Uyg'ur xalqining ma'rifatparvar adib olimlarining tuhfalariga tatar xalqi yuksak darajada yuqori baho beradi va ularni mangu yod etadi deb yozgan. Shubhisizki millatlar o'ttirisidagi munosabat jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichining mahsuli. Mayli qarindosh millatlar yoki yot millatlar bo'lsin, tarixda har xil munosabatlarda bo'lish jarayonida bir-biriga ko'p hollarda ijobiy yoki salbiy ta'sirotlarni qoldirib kelgan. Tarix sahifasidan ko'ramizki, uzoq tarixda bir millat yana bir millatning madaniyat va taraqqiyot ishlariga qo'shgan tuhfasi bilan tilloda doston qilinib ulug'lansa, bir millat yana bir millatga ko'rsatgan zulmxo'rliklari bilan mangu kechirib bo'lmas la'nat nafratga duchor bo'lgan. Tatar xalqi Uyg'ur xalqining tarixdagi alohida tuhfasiga rahmat aytsimi, lekin Char Rossiya zamonidagi Rus zulmiga mangu nafrat yog'dirdi. Chunki 1552-yili Qozon xonligi Char Rossiya tarafidan besib olingandan keyin Tatar xalqi ularning zulmatli hukmronligi ostida uzoq yashagan. Bo'libmi Char podshoh Petr bir zamonidan Yekaterina ikki zamonigacha bo'lgan davrlarda Tatar xalqi siyosiy, iqtisodiy, fan madaniyat, ma'arif va diniy e'tiqod jihatdagi huquqlardan tamoman mahrum qilingan. Ularning sanoat bilan shug'ullanishi cheklangan. Islom diniga e'tiqod qilishi cheklanib qolmasdan, masjid madrasalari vayron qilingan yoki cherkovga o'zgartirilgan. Shuning bilan billa Tatar milliy ma'arifini yo'qolish girdoviga berib qilib, xelili yukselgan Tatar ma'arifi ilojisiz ota-onalar bolalarni aqida, e'tiqod, ona til, yoziq jihatda tarbiyalashda ibtidoiy oila ma'arifi darajasiga tushib qolgan. 19-asrning oxirlariga kelganda Tatarlarning taraqqiy topgan Yevropa madaniyatining ta'siriga uchragan Qrim yarim oroli va Idil Oral bo'ylaridagi bir qism ziyolilari ham savdogarlari o'zlarining kulfatlik taqdirini o'zgartish uchun jadidlik harakatini qo'zg'agan. Bu harakat orqali ular o'z xalqini uyg'otib qolmasdan O'rta Osiyo o'lkalaridagi til va madaniyat jihatda qarindosh xalqlarga ta'sir ko'rsatishga boshlagan. Ularning nashr boyimlari va chaqiriq kuchiga boy tashabbuslari qarindosh xalqlarning ma'rifatchilik iddiasining shakllanishiga va milliy engining uyg'onishiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Ana shularning ta'siri bilan 20-asrning boshlariga kelganda Qashqani markaz qilgan holda G'ulja, Turpan, Atush, Kucha, Xotan rayonidagi taraqqiyparvar savdogarlar va ulamo ziyolilar jadidcha maktablarni ochib, yangi ma'arifni yo'lga qo'yib, xalqni uyg'otib, taraqqiyot va qad ko'tarish yo'liga boshlashga tutish qilgan. Shu mezgilda yana bir qism fidokor Tatar ma'arifchilari bizning jadidcha o'qitish ishlarimizning shakllanishiga untulg'usiz tuhfalarni qo'shgan. 20-asrning boshlaridagi jadidchi ma'arifimizda alohida tuhfasi bor Tatar ma'arifchilari ichida Sayfiddin Azizi cho'chak ziyolilarining onasi deb ta'riflagan mashhur muallim Gulandam Obistay alohida gavdalik bo'lib, u o'zining kishini so'yindiradigan ish faoliyatlari bilan Turpan va cho'chak xalqi orasida hozirgacha shuhratlanib kelmoqda.
Gülendam Obistayning hayoti va ma'arifchilik faoliyati to'g'riliq hozirgacha Ablimit Hojiyevning Cho'chak ma'arifining 40 yili degan aslamasida Tahir Toshbayev bilan Yangrenjining Tarbag'atay ayollar ma'arifining peshvosi Gülendam Habibullina degan maqolasida Kerem Tursunning Gülendam Obistayning Turpan ma'arifi uchun qo'shgan tuhfasi degan maqolasida Ömercan Sıdık yazgan Edoqut Oğlanları namlıq kitapta, Malik Chanshev yazgan Jongo Tatar Ma'arif Tarixi namlıq kitapta, Mahmud İlyas Edoqutluq yazgan Turpan Astanada Yeni Ma'arifning barlıq kelişi ve teraqqiyatı, İbrahim Niyaz yazgan Uyghur an'anaviy ma'arifi ve yaqinqi zaman fanni ma'arifi haqida xotiralar, Abdurrahman Abdullah yazgan mashhur ma'rifatparvar inqilobchi Maqsud Muhiti degan maqolalarda qisman ma'lumotlar bor. Bu materiallardagi Gülendam Obistayga munosabatli bayonlarning bir qismi bir-biriga uyg'un emas. Shundaqla yil davri bir-biriga zid keladigan ahvol mavjud. Bo'libmi Gülendam Obistayning Turpanga qachon qandoq bag'anligi, Cho'chak qachon qandoq qaytganligi to'g'risidagi bir qator bayonlar tarixiy amaliyotga toza uyg'un emas. Baxtimizga yarasha yaqinda Gülendam Obistayning kundalik xotira daftarining 3-qismi, ya'ni 1919-yildan 1924-yilgacha bo'lgan vaqtdagi ish faoliyatlari yozilgan qismi tepildi. Bu Xinjiang yangicha ma'arifining yani jadidchi ma'arifining dastlabki chog'laridagi jumladan Gülendam Obistayning ish faoliyati to'g'risidagi tafsilotlarni aniqlashimizda eng ishonchli birinchi qo'l material sanaladi. Bu kundalik xotiraning qimmatli yeri shuki, Gülendam Obistayning yozmasidan biz Edoqut diyoridan chiqqan dongli xonadon Muhitila jamiyatining Turpan o'ymonligida yangicha maktablarni qachon ochganligi ve mektep içişte qanchalik jonko'yarlik qilganligi to'g'risidagi ishonchli uchurga erishalaymiz. Ma'lumki, Uyg'urlar 1000 yil ilgari xuddi Rossiyalik akademik Bartold aytgandek, Turkiy xalqlar ichida madaniyat jihatda yuksak o'rinda turadigan aholi edi. U zamonda Edoqut madaniyatimi Xaqoniya madaniyatiga o'xshashla hayron qolarlik darajada gullangan madaniyat edi. Xaqoniya madaniyatiga o'xshashla tarixda bir mahal parlaq nur chashgan Edoqut madaniyati Chingizxonning dunyoni bo'ysundirish maqsadidagi harbiy yurishlaridan keyin asta-asta parlaqligini yo'qotib, tushkunlashishga qarab yuzlanib, o'rta asrning qorong'u zulmati ichiga g'arq bo'lib ketgan. Madaniyat, ma'arif va taraqqiyot jihatda kun sari kayniga chekingan bundoq zulmatlik davr 5-600 yillar davom qilib keyingi kunlarga kelganda Edoqut avlodlari hatto o'zlarining ota-bobolari yaratgan parlaq madaniyatning va yuksak taraqqiyotning shon-shuhratiga ishonishga petinolmaydigan darajadagi ma'naviy zaiflikka mubtalo bo'lishgan. Albatta faqat Edoqut vodisida emas, qadimgi davrlarda nini saltanatli shaharlar qurilib, yuksak darajada taraqqiy qilgan madaniyat namunalari maydonga kelgan ona diyorimiz Xinjiang ko'p asrlardan beri xalqni qul qilg'uvchi zolim hukmronlarning tinimsiz talon-taroj qilishlari, so'pi eshallarning tabriqchilik talashlari sababidan 20-asrning boshlariga kelganda zulm jaholatning, ezilish xo'rliqning, nodonlik xurofotlikning, nomrodlik bequvullikning o'chqi bo'lib qolgan. Xinjiangda mustaqil podsho bo'lib erishgan razillikda bir-biridan eshib tushadigan mustabid hukmron Yang Zingshin, Jin Shorin, Shing Shise qatorliqlar va ularning qo'lchamoqlari bo'lgan ambaldorlar, yarlik bag to'rilar bechora xalqni har xil qabih usullar, qatmuqat seliq bo'yinturuqlar bilan dahshatli turda ezib, yashash imkoniyatlarini eng tovan chekka tushirib qo'ygan. Ular yerlik xalqni nodonlikda qoldirib boshqurishdek aksiyatchi siyosatni yurgizib, ruhiy qulluqqa giribtor qilib, qalbini qorong'u zindonga mahkum qilgan. Mushunda qabih ijtimoiy, siyosiy muhitda chechilang'uluq,
qaşanlıq, xurapatlıq, tushkunlik illatları bu xalqning vujudini yılandak chirmivag'an. Bu muqaddas tuproqning hammali joyida zulm sitam, taqib nadonliq hukm surib, ahu faryodla, yig'i sorila, qon yoshlar xalqning kundalik qismatiga aylangan. 20. asr tariximizdagi 3 mashhur jamoatning biri bo'lgan Muhitila jamoatining xalqparvar farzandlari jadidchi maktablarni echib, Musaboyevlar jamoati Tashaxunum jamoatiga o'xshashli xalqni uyg'otish to'lqiniga aktiv ovoz qo'shgan. Ular millatning taqdiri va gullanishiga chetiladigan zo'r tarixiy ahamiyatga ega jadidlik harakatining Sharqi Shinjong rayonidagi avangardlarga aylangan. Bu oilaning Mosul muhiti, Maqsud muhiti, Mahmud muhiti, Gosul muhiti qatorliq 4 o'g'lani Uyg'urlarning savdo tijorat jihatdagi tug'ma afzalligiga varislik qilib, o'z tijoratini ishki Jongo shaharlari va Rossiya shaharlariga kengaytgan. Ular to'gi kulturmillarini jaranglatib, sharqda Lanzhou, Tianjin va Boxay dengizi bo'ylarigacha, shimolda Gochong, Cho'chak shaharlarini besib o'tib, Shamay, Qozon, Toshkent, hatto Moskva, Peterburglargacha berib, Uyg'ur milliy sanoati va milliy savdosining gullanishiga o'chmas tuhfa qo'shgan. Ular yana Edoqut diyorini asos qilgan holda Urumchi, Cho'chak, Gochong qatorliq joylarda jadidchi ma'arif bilan shug'ullanib, ma'rifat mash'alini yilinjitib, avlodlarning qalbini ilm nuri bilan yoritib, ma'arif tariximizda yangi sahifa ochgan. Muhitila jamoatining bu azamat o'g'illari 1931-yili Qumul tog'larida Xo'janiyaz Hoji va Solih To'rg'alar qo'zg'agan inqilobga qizg'in ovoz qo'shib, Edoqut o'g'lonlariga jumladan ostonaliklarga xos boturlik va qaysarlik bilan xalqni zulmdan qutqizish uchun turpanda qo'liga qoral elib, inqilob qilishning zarurligini tonib yetib, issiq jenidan va talay mushaqqatlar badaliga to'plagan melidan kechib, ezilgan xalqni boshlab zulmga, tangsizlikka qarshi isyon tug'ini ko'targan. Ular yugurik atlarga minib, agri qirishlarni mahkam tutib, Abduxoliq Uyg'ur yozgan jangovar naqsha ochilni tovlab, inqilob yolqinini Tangri tog'i Qoraqurum etaklarigacha, Torim bo'ylargacha tutashtirgan. Muhitila farzandlarining ko'pinchisi jang maydonlarida, Jallod Shingshisayning turmalarida qimmatlik hayotidan ayrilgan. Muhitila jamoatining Arslandek azamat o'g'illari 20-asrning oldingi yarmida ona diyorimizda yuz bergan tarixiy voqealarning, siyosiy bo'ron chapqinlarning, oqartish harakatlarining muhim ijobiy ishtirokchisi, boshlamchisi bo'lish sifati bilan xalqimizning qalb to'ridan o'rin oldi. Ularning ish faoliyatlari tariximizning oltin batlariga yezildi. Mashhur tatar muarifchi Gulandam Abistaymo Turpan Ostoniga ana shu Muhitila o'g'illarining taklifi bilan kelgan. Gulandam Abistay o'zi hayot vaqtida e'lon qilingan, ya'ni Cho'chakda chiqadigan Inqilobiy Sharq Turkiston gazetining 1949-yili 19-martdagi soniga besilgan Munira Abdulatifova tarafidan yozilgan jamiyatimizda 38 yil o'qituvchilik qilgan Gulandam ona degan maqoladagi uchur bo'yicha aytganda 1889-yili hozirgi Qozog'iston Jumhuriyatining Taldiqo'rg'on oblastiga qarashli Baqti degan yerda qozonliq tatar oilasida tug'ilgan. U oilasi bilan 1897-yili Cho'chak shahriga ko'chib kelib o'ltiraqlashgan. 1910-yili Muhibullah apandiga yotliq bo'lgan. Muhibullah apandi Cho'chakdagi Al-Misbah maktabida o'qituvchilik qiladigan jadidchi o'qitish metodiga pishiq yosh muallim edi. Gulandam Abistay turmushliq bo'lib Muhibullah apandidan jadidchi o'qitishning usullarini o'rgangan. Yandurqi yili kuzda u o'z uyida qizlarni tarbiyalashga tutish qilib ma'arifchilik hayotini boshlagan. O'quvchilari 60-70 dan kam bo'lmagan.
U bu qiz o'quvchilarni 1-sinfdan 4-sinfgacha ayirib o'qitgan. Cho'chakni muhim baza qilib savdo tijorat qilish jarayonida ong fikri uyg'ongan, jahon ko'rib jadidcha o'qitishga umid bog'lagan, ona yurti Turpan ostonida maktab ochgan Maqsud Muhiti o'qituvchi izlab bu yosh er-xotinlarga nazara tushgan. Cho'chakda jadidcha o'qitish bilan shug'ullanib tonilgan bu yosh er-xotin 1919-yili 10-oyning oxiri Maqsud Muhitining taklifi bilan 7-8 yoshlarga kirgan o'g'li Fatihni elib Turpanning ostona yezisiga yetib kelgan. Muhitila jamiyatining Turpan ostonada jadidchi maktabni qachon ochganligi to'g'risida Malik Chanshib, Mahmud Ilyas edi Qutluq, Abdurahmon Abdulla, Ibrohim Niyoz, Tahir Toshbayev, Ömercan Sidiq qatorliqlarning kitob va maqolalarida va boshqa bir qism gazet jurnallarda birdek 1913-yili Maqsudiya maktabini ochgan deb yozilib kelgan. Abdulla Talibning Uyg'ur ma'arif tarixidan o'chiriklar nomli kitobida va Kerem Tursunning Gulandam Obistayning Turpan ma'arifi uchun qo'shgan tuhfasi degan maqolasida 1914-yili ekanligi tilga ilingan. Shuning bilan birga yana kollektiv tarafidan tuzilgan Turpan tarix materiallarining birinchi sonida Maqsud Muhiti oldi bilan xalqni oqartish niyatiga kelib yangicha maktab etishga bel bog'lab 1914-yili Rossiyadagi tatar ziyolilaridan Haydar Sayroniyni Turpan ostonaga taklif bilan olib kelib Maqsud Muhitining enisi Gosul Muhitining qorosida bir sinflik yangi fanniy maktabni tunji qitim tashkil qilgan, maktabning ismini Maqsudiya maktabi deb atagan deb yozilgan. Diqqat qilishga tegishli taraf shuki, mayli 1913-yilini yoki 1914-yilini maktabning ochilgan yili deb tilga og'uchilar bo'lsin, hech kim biror paket asosini ko'rsatmagan. Ammo Gulandam Obistay xotirasida Haydar apandi bizlardan burun ostonada 3-4 yil o'qituvchilik qilgan edi deb aniq yozgan. Nihoyatda aniqki Muhibbullo apandi bilan Gulandam Obistay Turpan ostonaga 1919-yili 10-oyning oxiri yetib kelgan. Gulandam Obistayning xotirasidagi yuqoriqi uchurdan qaraganda Turpan ostonada tunji jadidchi maktab 1915-yili ochilgan bo'lib, bu maktabda tunji qitim mashhur tatar ziyoli Haydar Sayroni o'qituvchilik qilgan. Haydar Sayroni 1919-yilgacha bu maktabda o'qituvchilik qilib, Muhibbulla apandi bilan Gulandam Obistay kelgandan keyin Lukjundagi Tohirbek ochgan jadidchi maktabga o'qituvchilik qilishga ketgan. Muhitilaning jadidchi maktabni 1915-yili ochganligini dalillaydigan yana bir uchur Burhan Shahidullin tarafidan yozilgan O'tmishdan uchurlar nomli maqoladir. Ayni vaqtda Urumchida turib savdo tijorat bilan shug'ullangan Burhan Shahidullin apandining Orenburgda chiqadigan Vaqt gazetining 1914-yili 10-oyning 7-kunidagi 1602 soniga besilgan Uyg'ur musulmonlar degan maqolasidagi mazmunlardan Muhitilaning 1915-yilidan ilgari texi jadidchi ma'arif bilan shug'ullanish yo'liga qadam qo'yib ulgurmaganligini bilgili bo'ladi. Bu maqolada mundaq yozilgan: Urumchi musulmonlari bugungacha o'rganadigan narsaga diqqat qilmagan. O'rganadigan narsa yo'qmi emas. Ammo to'lama qadamiy usulni qo'llanadi ekan. O'tmishdagi Rossiya musulmonlaridek shariatul iymon bilan inshodan necha yil o'qitib bolalarning qallasini zaharlaydi. Bu texi o'rganish deb qaraladi. Bundaq o'rganishda to'g'ri taraqqiyot yo'nalishi yo'q. Bundaq nimalardan yaxshiroq nima o'rgatsa ro'li bo'ladi. Umi yo'q. Qudrati bor Qashqarlik turpanliq savdogarlar qo'zg'alib muntazam maktab ochsa, orqadan boshqalarni qo'shilib bolalarni o'qitsa, ma'arif yuqori ko'tariladi emasmi? Yo'l boshlaydigan odam yo'q. Tartiblik muntazamlashtirilgan maktab bo'lsa, bu kishilar to'limi iqtidorli bo'lgandan keyin tezlik taraqqiy qildira oladi emasmi?
Bu yerdagi kishilar eng zarur deb qaraydigani shu ishni boshlab kuchining boricha tushundiradigan kishining yo'qligi. Tushundiralasa hech kimmi qarshi turmaydi emasmi? Ular agishadiganli kishilardan tursa. Mana bu uchurdanmi 1915-yildan ilgari Teği Turpan Ostonada jadidchi maktabning ochilmaganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Turpan Ostonada 1913-yili yangicha maktab ochilgan degan qarash, ayni yillari Haydar Sayroni apandida o'qigan bir qism o'quvchilarning 50-60 yillar o'tgandan keyingi eslashlari asosida o'ttiriga chiqib muqimlashib qolgan. Halbuki əslime gündelik xatirinin ve aynı çağdaki gazetga besilgan uçurning o'rnini basanmaydı. Şuna bu to'g'riliq aniqlikqa yuqori uçurlarni asos qilish muvaffaq deb qarayman. Muhibbillah apandi bilan Gulendam Abistay Turpan Ostonaga yetib borgandan keyin ularni taklif bilan Ostonaga keltirgan Muhitila jamiyati bu ikki yosh muarifchiga moddiy va ma'naviy yoqdan nihoyatda yaxshi muomala qilgan. Gulendam Abistay xotirasida bu to'g'riliq mundoq yozgan. Cho'ng darvozadan kirganda masjid, uning orqasida chiroyli maktab binosi bor bo'lib, uning yanida bizga ajratilgan uylar bor ekan. Tabiiy sharoiti maishat jihatdan cho'chak selishtirganda necha hassi yaxshi, go'zal turmushda yashashga boshladik. Atrof yop-yeshil yemishlik bog'lar, go'zal ko'rinishlar, saroydek uylar. Demak, ular Turpan Ostonada Muhitilarning ko'rsatgan hurmat va shart sharoit jihatdagi o'rnashtirishlaridan alohida mamnun bo'lgan. Şinjandagi jadidchi muarifning dastlabki avangardlaridan biri bo'lgan Gulendam Habibullina butkul muarif oqartish faoliyatining eng yorqin va eng dard alamlik eg'ir kunlarini Turpan Ostonada o'tkazgan. Eng yorqin deyishimizdagi sabab shuki, u Muhitilarning turtkisi va o'tinishi ham o'zining tug'ma o'qituvchilik qobiliyati bilan chin irodaga kelib, öz yurti urug' tuqqan tonish bilishlardan ayrilib Turpan Ostonaga kelgan va u yerda tunji bo'lib qizlar sinfini ta'sis qilib, qaloqliq va nadonliq iskanjasida ing'rayotgan bir xalqning kelgusida ona bo'ladigan qizlarni zamonaviy bilimlar bilan tarbiyalagan. Buni bir yorqin qadam va zo'r fidokorlik demay mumkin emas. En qayg'uluq eg'ir kunlarini o'tkazgan deyishimizdagi sabab shuki, Gulendam Abistay Turpan Ostonada turgan qisqagina 2 yil ichida otasi, omoq qizi Fokiha va qadrdon eri ham ilmiy hamrohi Muhibbillah Habibullindan mangulik ayrilib qolgan. Bu ochiq qismatlarni bir ayolning beshiga kelgan eng eg'ir musibat demay mumkin emas. Gulendam Abistay o'zining kundalik xotirasida mundoq yozadi. Shu eg'ir qayg'uli qora kun tunlarni qandoq tasvirlasammi to'liq ifodalab berolmayman. Oxir so'ygan do'stingdan 12 yil baxt saodat ichida birga yashagan sirdishingdan, shu rahimsiz o'lim fojiasi tufayli chet yot yerda ayrilib 2 kichik bola bilan qora yozmishning ixtiyorida qilishdanmi eg'ir ahvol bo'lmasi kerak bu dunyoda. Shundoq bo'lsa-mu bu fidokor muallim qiz o'quvchilarga bilim berishni, hunar o'rgatishni yanala hammadan ustun bilib shu musibatli kunlardami dars o'tishni to'xtatib qo'ymagan. Demak, Gulendam Abistay oilasi bilan Turpan Ostonaga kelgandan keyin dastlab Muhibbullah apandi Ostonadagi maktabda 50 dan ortiq o'g'il o'quvchini o'qitgan.
Gülendam Abistay o'zlari uchun tayyorlangan 2 egizlik uyning biriga ustal o'rindiqlarni tizib, dastlabki qadamda 10 ga yaqin qiz o'quvchiga ilib va hisob, axloq, naqsha va din darslarini o'tish bilan qolmasdan, yana tikkuchilik, kashtichilik va boshqa xildagi yengna qo'l ishlari darsi o'tib, Turpandagi Uyg'ur xonim qizlarining boshlang'ich savodga ega bo'lishiga va qizlarga xos hunar san'atlarni egilishiga yetakchilik qilgan. Gülendam Abistay ifodalagan bundoq yuksak ruh shu zamondala emas, balki bugungi kundami ado qilishga tegishli qimmatli fazilatdir. Bundoq oliyjanob ruh vatan millatning buguni va kelajagi hem bunun tüp negizi boğan maarif üçün can köydürüvatkan her bir şahsının ögünüşüge arzıydı. Gülendam Abistay xatireside özlerinin astanedeki maarifçilik hayatının qandaq başlanğanlıqı toğırlık mundaq kurlanı yazgan. Qaranğu yedi çıraq yoruğraq yanur degen bir hikmetlik söz ba. Biz yaqqan çırağının yoruqı yiraqlada körünüşke başladı. 1-2 aydan so'ng Ostona yezisi atrofidagi boshqa yerlar Qorag'o'ja, Tuyuq, Obod, Cho'nkariz qatorliq yezilardan bolalar o'qishga kelib, o'quvchilar soni 70 ga yetdi. Men bo'lsam uyda o'zimga tegishli 9 nafar qiz o'quvchini o'qitar edim. Cho'chakdagi chig'imda 60-70 o'quvchini o'qitib chiniqqan meningdek bir o'qituvchi uchun hozirgi xizmatim to'limi yengil edi. Şoňa ularga xalığança ders berer edim. Yana qo'l hunarlardan tikish, to'qish, kashtilash qatorliqlarni o'rgatar edim. O'zaro paranglashib o'ltiramiz, tush vaqtlarda osh pishiraman. Ko'pincha ular bilan birga osh pishiraman. Ular bizning g'izolarimizni bak qiziqib o'rganar. Manga bo'lsa o'zlarining milliy tamoqlaridan bo'lgan manta, yotaza, pom, tugra, lag'man qatorliqlarni etishni o'rgatar. Kunlarimiz ana shundoq o'tar edi. Gülendam Abistay Ostonaga kelib yondurqi yili, ya'ni 1920-yili Fokiha ismli qizini tuqqan. Ammo bu qizi kasal sababi bilan 1922-yili 1-oyda o'lib ketgan. 1921-yili Farid degan o'g'lini tuqqan. Gülendam Abistay bir tarafdan onalik burchini ado qilsa, yana bir tarafdan qizlarni o'qitishni hargiz oqsitib qo'ymagan. 1921-yili uningda o'qiydigan qizlarning soni 20 ga yetgan. Erim Muhibullah Efendi izchil holda o'g'illarni o'qitgan. Gülendam Abistayning yezishicha Muhibullah Efendi bulardan tashqari yana kechalari cho'ng kishilarning savodini chiqargan. 1915-yildan 1919-yili 5-oygacha Haydar Sayronining qo'lida o'qib 4-sinf ma'lumotini olgan Abdullah Parsa, Mo'min Ahmad, Shaudin Efendi, Letip Efendi, Mo'min Iminbay, Dogamet Xudiyari, Qurban Saidi, Abaydul To'xtaji, Abbas Najibi, Ahmad Nazar qatorliq 40 o'quvchining ichidagi eng yaramli o'quvchi Abdurasul Abduqayyumi, Abdullah va Hamdullohlar ularga yordamchi o'qituvchi sifatida yordamlashib, ularning yukini xeyli yengillatgan. Muhibullah Efendi bilan Gülendam Abistay Ostona xalqiga urf-odat va madaniyat jihatdan unutulg'isiz ta'sirat qoldirgan. Ostona xalqimi ularga intayin yaxshi ta'sirlanib bergan. Gülendam Abistay xotirasida mundaq yozgan: Bizning osma bo'shikimiz ularga bak qiziq tuyuldi. Ya'ni bizning prujinalik bo'shikimiz ularga bak qiziq tuyuldi. Umuman bizning o'zimizmi, turmushimizmi, kiyim-kechikimizmi, osh-tomoqimizmi, hammasi bu yerlik xalq uchun to'limi qiziq va o'zgacha tomosha ko'rinar edi. Bak sodda xalq, ammo yaxshi sifatlari ko'p. Ular bizlardan ulgu oladi. Turmushda kerakli har bir yangilikni tez o'zlashtirib olishga tirishadi. Kiyim-kechakka dazmol selishni bilmas edi. Bizdan ko'rib tez o'rganib oldi.
O'quvchi bolalar kitob daftarlarini yog'liqlarga latilarga yo'gab kelishar edi. Biz bir ikki o'quvchiga somka tikib bergan edik. Ya'ni bog'cha tikib bergan edik. Oradan bir ikki oy o'tmayli barliq o'quvchilar somka tutadigan bo'lishdi. Men qiz o'quvchilarni qo'limdan kelishicha o'z darajamizga yetkazishga tirishdim. Ularning hammasiga ko'ngak tikib berib, cho'chak qizlarga o'xshash kiyindirdim. Ular o'qish, yozish, hisob darslarini tirishib o'rgandi. So'zga, ishqa, qo'l hunariga o'rgatdim. Paypoq, chiltak, bosh kiyim kiyishga odatlandi. Uzoq tarixda ajoyib parlaq madaniyat yaratgan bir millatning pushti bo'lgan Ostona xalqi, ajdodlardan qolgan irsi genning afzalligi sababidan namrat bo'lsimi g'ururliq, qaloq bo'lsimi intilishchan bo'lg'achqa yengillik taraqqiyot hisoblanadigan omillarga alohida hirisman edi. Şoňa paýdalyqly narsalarni köýgende qizgın qollagan, kamtarlik bilen ögengen. Gülendam Abistay Ostona xalqi to'g'riliq to'xtalganda mundaq yazgan. Şunu aytib o'tishga tegishlikki, biz bu Uyg'urlarni qaloq madaniyatda orqada qolgan xalq hisoblasaqmi, bu yerda yashash davomida bulardan bir qitimmo adabsizlik, tarbiyasizlik, qo'pollik ko'rmadik. Aksicha ular madaniyatga talpinish, bilmaganlarini o'rganishga tirishish, o'rgatuvchi ustozlarni hurmatlash, o'zlaridagi nodonlik, xurofotliklarga yerginish qatorliq ko'rkam xuluqlarini har kuni deyarlik ifoda qilar edi. Shundoq qilib Muhibullo apandi bilan Gulendam Abistay ikkilan butun vujudi bilan o'qitish xizmatiga kirishib ketgan. Ular bu jarayonda xeylilar riyozat chekkan. Muhibullo apandini bir qitim chayon chiqib olib hayotidan ayrilg'ili tas qolgan. Havası salqin joylarda o'sib cho'ng bo'lgan bu ikkilanni Turpanning yoz faslidagi tonordek issiq havosi bakmu bearam qilgan. Ammo fazilatlik bu ma'arifchilar ortiqcha voysimagan. Gülendam Abistay xotirasida yozishicha, gohida u bollari bilan issiqdan chayondan zorlanib so'zlasa, Muhibullo apandi ularga kulib turib, biz endi u dunyoga borganda Allohning rahmatiga erishgaymiz. Chunki ma'arif nurini tarqitish yo'lida tatgan bu azoblarimiz albatta hisobga eling'usi deb tasalli berib, ularning ko'nglini ko'tarib, irodasini chingitib turgan. Jafo mushaqqatni ko'rib aqidasini o'zgartmaydigan, o'qitish, aqartish ishlarini muqaddas burish deb tushunadigan bu bir jup ma'arifchi Ostona yezisida turgan mezgilda chayon vahimasi bilan issiqning jafosidan boshqa hech qanday mushaqqat ko'rmagan yoki ko'ngil og'rig'i tatmagan. Shart sharoit to'g'riliq to'xtalganda Gülendam Abistay mundaq yozgan. Maktab va biz turgan uylarning hamma yiq cho'ng bog' bo'lib, yemish daraxtlari bilan qoplangan. Maktab o'quvchilari eshikimiz oldig'icha har turli gul-chechaklarni terib etgan edi. Eshikdan chiqsang o'zingni naq jannatda turgandek his qilasan. Hozir mana turli meva-chevalarning pishgan vaqti bo'lib, bu nozi ne'matlar kun bo'yi oldimizda turadi. 1922 yili 3-oyning 5-kuni Muhibullo apandining 42 yoshida jiddiy kasal bilan qazo qilganligi Gülendam Abistayning beshiga kelgan zo'r kulfat bo'lgan. Bu eg'ir musibat Gülendam Abistayni bakmo hasratga qo'ygan. U qadinos eri va ilmiy yordamchisi Muhibullo apandidan ayrilgan ahvolda ikki o'g'li bilan Ostonada davomli o'qituvchilik qilishga ko'zi yetmay, cho'chakdagi tuqqanlarning yeniga qaytib ketish uchun Muhitilarning cho'nglaridan ruxsat so'ragan. Uzoq o'tmay bir kuni Muhitilarning onasi Abistayga "Avstay balam, endi biz mushu 3-4 kun ichida Urumchiga mangdigan bo'ldik. Xudo xolisa o'zim billa chiqib yo'lga sep qo'yman. Sizni ketidu deb hammamiz xafa. Shundaqdimi apandim bo'lmagandan keyin sizni bu yerda tutib qelish yanada to'g'ri emas.
Yanıla öz yurtingizga yenib ketganingiz siz uchun obdaroq chig'i va. Endi sizni yo'lga sep qo'yish bizlarga farz. Bizlardan rozi bo'ling. Bizlar sizni qandoq rozi qilishni bilmay xijil degan. Gülendam Abistay Astanadan qaytish harpisidagi ishlarni xotirasida mundaq yozgan. Әтілік кетіміз деген көне мен оқуғычыларымны еліп қадірлік достымның, мәрхумның қабірісіге қошлышқа бадым. Uyada әлбәттә hocam mazlarida turğuchi qari Qur'on o'qidi. Uningga sadiqa ba'dim va uning buningdan keyin muhayt ayam kunlarida muallimga atab duo o'qib turishini o'tindim. Uningdan keyin marhumning qabrisiga ko'z yoshlarimni eqitib yig'ladim. Yiroqdagi yurtga ikki balamni agashtirib qanot sungan qushqa o'xshash ketadiganligimni zorlanib, muңlanib so'zladim. Мәңгүге xoşlaşdım. Mən yığlab qaqşab öyge yenib kelgende, u yerga xotin qizlar, o'quvchilar to'shib ketibdi. Dasturxon selib turlik taomlarni tizib, choy hozirlab meni kutib turgan ekan. Ularning bunchalik ko'rkam muomalasiga bir yoqdan hayron qilib ajablangan bo'lsam, yana bir yoqdan o'ng'aysizlanib uyilib ketdim. Muhitila cemiyetining cho'nglaridan cho'ng ana Mahmud Muhiti bilan Haydar Sayrani apandi qatorliqlar kengishib, Gülendam Abistayni izzat ikram bilan 1922 yili 6 oyning 8 kuni ikki harvida Urumchiga uzatib Davanching yo'li bilan mang'an. Gülendam Abistayning kundalik xotirasidan ma'lum bo'lishicha, u Muhitilaning o'ziga tutgan insoniy muomalalardan qattiq ta'sirlanib, bergan ish haqidan mamnun bo'lib, ularga ko'p tashakkur bildirgan. Ular 5 kun yo'l yurib Urumchiga yaqinlashganda Gülendam Abistayning ikkinchi o'g'li Faridga chechak chiqib qolgan. Ular Urumchida cho'ng onaning qudisi Abdujalil boyning qo'rosida bir necha kun turgan. Faridning chechaklari o'chib saqaygan. Gülendam Abistayning Urumchiga kelganligini uqqan bir qism tatarlar uni yo'qlab ahvol so'rab kelgan. Cho'chakdagi chog'da qizlari Gülendam Abistayda o'qigan Rahimjon boyning, ya'ni Rahmonboyevning oilasidagilar Gülendam Abistayni konsul ko'chasidagi hashamatlik qorosiga cho'chakka mangadigan kirokash tepulg'uchi turishga taklif qilib ep ketgan. Gülendam Abistay Rahimjon boyning hashamatlik qorosini va ularning rohat farog'atlik turmushini ko'rgan chig'idagi hayronlik hissiyotini o'z xotirasida mundaq yozgan. Urumchining Yanxon degan ko'chasidagi cho'ng o'ylar, chiroyli silingan uylar, yasadaq jahozlangan bo'lmalar, uy orqasida katta bog', bog' o'ttirisida shirildab eqiyotgan o'stang, shu o'stang bo'yida chiroyli shipanglar, baylarning baylachi bayoshat, ozoda ko'ngillik turmushlari. Texi yaqindala shu yerda cho'ng qizi Tojixon qizni Aminjon boyning Solihjon ismli o'g'liga berib to'y o'tkazgan ekan. To'y texi tugamagan bo'lib, mehmondorchilik o'yin kulki davomlashmoqda edi. Umuman shod rohat yashaydi ekan. Bu dunyoda peqirlik, musofirlik, qayg'uli qora kunlarning bo'lishini bu oila kishilari o'ylabmi qo'ymaydi va bilmaydi. Bu kunlarda ular baxtlik yashashadi. Ular kechichi o'ynab, kulishib, yeb, ichishib, uzoq o'ltirib kashiyotganlikdan, atisi bu oiladagilarning hammasi degudek qattiq uyquda yotadi. Men bo'lsam o'rnimdan turib, yuyinib, kiyinib bo'lgandan keyin Faridni ko'tarib boqqa chiqaman. Uni bag'rimga besib, uning tirik qolganligiga shukronalik bildirib, o'zimga tasalli topaman. Saat 9'larda oiladagilar bir-birlab o'rinlaridan turishadi. Keyin ko'rkam shepanglarda choy ichishadi. Yana yeyish-ichish boshlanib, mehmonlar kelishga boshlaydi. Kunlar yana o'yin kulki bilan o'tadi. Bu dunyoda bundoq turmushlarmi bor ekan ha deb hayron bo'lib qarab qolaman. Baylar shundoq yashar ekan. Ba'zi kunlari meni Aminjon boyning ayoli Ayshaxon ta'talar chaqirib keladi.
ularninkiga berib 2-3 kun turib yenib kelaman. Ularmi ashundoq baylachi turmush kechiradi. Ko'rinib turibdiki, yorqin g'oyaga, o'chmas aqidaga ega ma'arifchi Gülandam Obistay o'zining ma'arifchiga xos qimmat o'lchamlari bilan bu boylarning rohat farog'atlik tushkun turmushiga tanqidiy nazar tashlagan. Gülandam Obistay Urumchida bir oycha turib cho'chaklik garay chonshev degan kirokashga 300 sar kiro haqqi berib, orvi bilan cho'chakka qarab yo'l olgan. Gülandam Obistayning Urumchidan cho'chakkicha bo'lgan bu safari to'liq mushaqqatlik bo'lgan. Bu to'g'riliq u o'zining kundalik xotirasida mundoq yozgan. Safarimiz to'liq mushaqqatlik bo'ldi. Yüklerimiz ig'ir, atla o'riq. Qutubi Manas Shixo daryolarning suyi ulg'ayib toshqin kelgan chog'. Manas daryosidan yo'g'an 2 chog'liq pingliq suvda uzalaydigan 6-7 ot qetilgan xolliq arbaga o'ltirib o'tdik. Bu daryolarning birasidimi ko'vrik yo'q ekan. Sahar suv azaygan chog'dala o'tishga mumkin bo'lib, tushdan keyin suv ulg'aygan vaqtda daryodan o'tkili bo'lmaydi ekan. Uning ustiga biz o'ltirgan harbining harbi kishi Abu Bakr degan 14-15 yoshlardagi qozoq malay bo'lib, tajribasiz ditsizkan. Umrida ot harbi deganni haydab ko'migan o'xshaydi. Harbimizni necha qitim ag'diravatdi. Ular 1922 yili 8 ayning 4 kuni, ya'ni Qurbon hayitining 2 kuni Cho'chak shahriga yetib kelgan. Cho'chakdagi tatar jamoati Gülandam Obistayni bakmi qizg'in kutib olgan. Chunki Gülandam Obistay turponga ketgan yillarda Cho'chakdagi tatarlar qizlarni tarbiyalagudak bir yaramliq ayol muallimga erishanmagan. Gülandam Obistay bu ahvolni o'z xotirasida mundoq yozgan. Bizlar ketib shu kunga qadar Cho'chak qizlari bir muallimdan tuzukkina ta'lim tarbiya ololmabdi. Akram Hazratning qizi Jannatxon qiz Shamaydan kelib bir qish o'qitgan bo'lsa-mu, lekin keyingi yili u vafot bo'ldi. Murat apandining qizi Fatima'ni o'qitmoqchi bo'lgan ekan. Biroq nima sababdandir qizlarning o'qig'isi kammay darsga kelmabdi. Murat apandidan qo'rqqan nihoyatda oz sondagi kishilarning qizlarilar hozirga qadar o'qib etibdi. Gulsum Obistay ismli bir xonimmi ozroq qizlarni o'qitib etibdi. Yana Rossiyadan kelgan bir tatar qizi muallima bo'lib qizlarni bir yil o'qitgan ekan. Keyin og'rib o'rin tutib yetib qopti. Soqi yeshidan umid yo'q ekan. Gülandam Obistay Cho'chakka kelgandan keyin Cho'chakdagi tatar boylaridan Miri Yusuf bilan Fayz Rahman Gülandam Obistayga qizlarni o'qitish haqida taklif bergan. Shuning bilan ma'arifga bo'lgan aqidasi ziyoda kuchli tug'ma muallim Gülandam Obistay bir kishining uyini ijaraga elib 60-70 ta qizni ma'lumotiga qarab 1-sinfdan 4-sinfgacha ayirib o'qitishni boshlagan. Shu yili uning cho'ng o'g'li Fatih Ro's maktabga o'qishga kirgan. 1923 yili 5-oyda Gülandam Obistay bu o'quvchilardan Cho'chak jamoatining oldida oshkora imtihon elib, kishilarni bakmi qoyil qilgan. Shu yili kuzda Hasan Oqsoqol degan tatar boy Hasan Oqsoqol maktabi degan maktabni qurib, buni maxsus qizlarni o'qitadigan maktab qilgan. Bu maktabga Gülandam Obistayni o'qituvchilikqa taklif qilgan. Maktabning butun ta'minoti Hasan Oqsoqol tarafidan ta'minlangan. Gülandam Obistay bu maktabda 15 yoshlik yordamchisi Gulsum bilan 70 ta qizni birga o'qitishga boshlagan. Garchi Hasan Oqsoqol odamning yuragini siqadigan torchiliklarni paydo qilib, Gülandam Obistayning normal o'qitishiga ta'sir yetkazgan bo'lsa-mu, ammo bu maktab mashhur tatar ma'arifchi Abdullah Bobi 1914-yili G'ulji shahrida qurgan Maktabi Nur nomli qizlar maktabidan keyin qurilgan o'lchamlik qizlar maktabi edi. Hasan Oqsoqol 1927-yili maktab binosining bo'sh tutilishini talab qilib,
barliq uylarni qaytirib olgan. Gülendam Abistay bu ish to'g'riliq ba'zi oqsoqollarni izlagan bo'lsa-mu unumi bo'lmagan. 9-ayning yetib kelishi bilan Gülendam Abistay o'quvchilarni qayerda o'qitish masalasi ustida texmi boshqa turgan. İlojisiz ilgirikidekli ijara o'ltirayotgan uyini sinib qilib ta'lim-tarbiya ishlarini normal ep berishni niyat qilgan. Lekin Hasan oqsoqol parti o'rindiqlarni ep qag'ashqa, parti o'rindiq tayyorlash masalasi bir qiyin masala bo'lgan. Tirishchan Gülendam Abistay o'quvchilarning ota-onalarini harakatlantirib yurib, parti o'rindiq masalasini hal qilgan. Baştan o'tgan tajriba saboqlar va kundan kunga o'qish orzusida cho'ng bo'layotgan qizlar muntizam maktab etishning zarurligini teg'imi kuchlik his qildirgan. Oxir vijdonliq muarif aqidasi kuchlik Gülendam Abistay o'zi maktab qurish qaroriga kelib, ayni vaqtda eri Muhibullo apandidan qolgan 1000 sar pulga o'zi iqtisod qilib to'plagan 2000 sar pulni qo'shib 1928-yili Cho'chak shahridagi Ko'kko'vrikning g'arbi janubidagi O'stang bo'yidan bir parcha yer setib olib maktab selishga tutish qilgan. Buningdan ta'sirlangan Muhibullo apandining shogirdlari 1000 sar pul i'ona to'plab yordam qilgan. Natijada Gülendam Abistay bu maktabni 1928-yili 9-oyda putkizib o'qish boshlagan. Cho'chak xalqi bu maktabni Gülendam Abistayning nomida Maktabi Gülendamiya deb atagan. Lekin Gülendam Abistay o'zi bo'lsa boshqalarning uyini ijaraga elib o'ltirib-bergan. Shu yillarda uning Turpanda tug'ilgan ikkinchi o'g'li Farid qazo qilib ketgan. Gülendam Abistay bu maktabni bakmi yaxshi boshqurgan. Bu maktabning danqi uzoq o'tmay atrofga taralgan. 1934-yilning oxiri butkul Shinjong bo'yicha har qaysi millatlarning madaniyat oqartish uyushmasi qurilib, ma'arif ishlari yangi gullanish bosqichiga kirgan. Natijada Cho'chakda yangi boshlang'ich maktablarni selishga tutish qilingan. Lekin selinayotgan bu maktablarga o'qituvchi kamchil edi. Shu vaqtda munosabatlik o'rinlar Gülendam Abistayga o'qituvchi yetishtirib berishni havola qilgan. Gülendam Abistay yillardan beri o'zi tarbiyalagan qizlardan dastlabki qadamda 20 qizni tanlab, jamiyatdan tajribalik o'qituvchilardan bir nechini taklif qilib, 2 yil tirishish orqali bu o'quvchilarni o'qitish layoqatiga ega o'qituvchilarga aylantirgan. Bu natija yangi maktablarga o'qituvchisi yo'q bo'lishda qiyinchilikni dastlabki qadamda hal qilgan. Shu qatorda Mahmudiya Uyg'ur qizlar maktabi, Maqsudiya qizlar maktabi mo yangi o'qituvchilarga erishgan. Shu chaqda yangidan ochilgan qizlar maktablarining hammasiga Gülendam Abistay yetakchilik qilgan. U har qaysi qizlar maktablarining o'qitish ishlariga yo'l yo'riq ko'rsatib turgan. O'z maktabida bo'lsa mudirlik vazifasini izchil o'tab kelgan. Gülendam Abistay Cho'chakdagi yezi qishloqlarda ochilgan qizlar maktablariga uzluksiz holda o'qituvchi yetishtirib bergan. Uning uyi shu chaqqicha maktab qiling'ashqa o'zining turmushi to'limi qolaysizlik ichida o'tgan. 1937-yili Muhitila jamoatining Sovet ittifoqida o'qib Shinjongga qaytgan bolalari Cho'chakda Gülendam Abistayning ijara uyda o'ltirib o'z uyini sinib qilib ma'arif bilan shug'ullanayotganligini ko'rib, o'zlarining Cho'chakdagi savdo kontorini Gülendam Abistayning qizlar uchun maktab o'rni qilib ishlatib turishiga topshirib bergan. Shuning bilan Gülendam Abistayning 9 yil maktab qilgan uyi o'ziga qolgan. Muhitila jamoatining o'g'illari Gülendam Abistayning maktab qilishi uchun bo'shatib bergan kontor, qoro bog'lari va 14 egiz uyi va ozoda qoro edi. Gülendam Abistay bu yangi maktabda 14 muallim, 8 sinf, 255 o'quvchi bilan xushal holda ma'arifchilik hayotini boshlagan.
1938 yılı Şinjan Өлkülük Maarif Nazaratining muavin naziri Qurban Sovet ittifoqiga ziyoratga berib qaytishida cho'chakka tushib maktablarni ko'zdan kechirganda Gulandamiya maktabini alohida maqtagan. Shu yili kuzda Shingshisay hukumati Mohitilaning kantor qorosini xoinning mulki deb musodara qilgan. Shuning bilan bu maktab hukumat qaramiqiga o'tkazilgan. Bu maktabning nomi Cho'chak birinchi qizlar maktabi qilib o'zgartirilgan. Ammo Cho'chak xalqi bu maktabni yanada Gulandamiya maktabi deb atashgan. 1939 yili Cho'chak Darul Muallimin maktabini bitkizgan 7 nafar o'quvchi bu maktabga taqsim qilingan. Turmushda oddiy sodda mijozi muloyim isil xislatga o'qitish jihatda alohida metodga ega Gulandam Abistay bu maktabni nihoyatda yaxshi boshqarib, Cho'chak xalqining hurmati va qoyilligiga erishgan. 1944 yili yozning oxirlari Nilqi tog'larida inqilob portlagan. 1944 yili 11 oyning 12 kuni vaqtli hukumat qurilgan. Ana shu 3 viloyat inqilobi mezgilida har qaysi 3 viloyat tavasidagi millatlarning madaniyat muarif ishlari jo'sh urib rivojlanishdek imkoniyatga erishgan. 1945 yili 11 oydagi tekshirishda Gulandamiya maktabida 170 nafar o'quvchi borligi xotirlangan. 1946 yili Tarbag'atay viloyati bo'yicha maktablarni har tarafdan baholashda Gulandamiya maktabining natijasi Cho'chak shahri bo'yicha birinchi bo'lgan. Shu yili viloyatlik ma'arif idorasi Gulandam Abistay qatorliq ma'arifchilarni mukofotlagan. 3 viloyat hukumati Shingshisay hukumati tarafidan musodara qilingan yer zamin mol-mulklarni egalariga qaytarganda Mohitilaning kantor qorosimi qaytarilgan. Ammo Mohitilaning taraqqiyparvar pidakor o'g'illari bu qoroni davomli maktab qilib ishlatishga bergan. Bu ish shu chaqda gazetlarda xabar qilingan. Gulandam Abistay mushu mazgilda yana viloyatlik qizlar ayollar jamiyatining raisi bo'lib saylanib, har millat qizlar ayollarining jamiyatdagi o'rnini yuqori ko'tarish jihatlarida nurg'un xizmatlarni ishlagan. U o'zining har millat xalq ma'arifining taraqqiyotiga qo'shgan zo'r tuhfasi orqali 3 viloyat inqilobi hukumatining kurash ordeni, sadoqat medaliga erishgan va boshqa mukofotlar bilan mukofotlangan. Tarbag'atay inqilobiy yoshlar jurnalining 1947 yilidagi 3-soniga Gulandam Abistayning tuhfa amgaklari tonishtirilgan Bizning yaxshi onamiz degan maqola besilib, uning hayoti va tuhfalariga yuqori baho berilgan. 1949 yili 3-oyda Cho'chakdagi nopozliq gazetda Munira Abdulatifovaning bir necha songa besilgan maqolasi e'lon qilinib, Gulandam Abistay bir qadar tafsiliy tonishtirilgan. 1949 yili Junxo Xalq Jumhuriyati qurilgan. 1952 yili ishga qarshi harakatda kengaytib etish xatoligi ko'rilganda Sayfiddin Azizi markaz avatgan yuqori darajalik rahbar Shi Jungshin bilan birga xizmat guruhini boshlab xatoliklarni tuzitish uchun avval G'uljiga borgan. G'uljida bir qator xizmatlarni ishlab bo'lgandan keyin Shi Jungshin Beijingga qaytib ketgan. Keyin Sayfiddin Azizi xizmat guruhiga bosh bo'lib Cho'chakka borgan. Shu chaqda ishga qarshi harakat bak kengaytirib berilg'ashqa Cho'chakda 11 odam etib tashlangan va har qaysi millatlarning 20-30 dak mashhur kishisi qamab qo'yilgan. Shu qatorda mashhur ma'arifchi Gulandam Abistaymu turmaga qamab qo'yilgan edi. Bu ish Cho'chak xalqining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Sayfiddin Azizi 1940 yillarda bir necha yil Cho'chakda xizmat qilg'ashqa Gulandam Abistayning tuhfasini, fazilatini aniq biladi. Xalq ichidagi ta'sirini cho'nqur tushunadi. Shunga Sayfiddin Azizi Gulandam Abistayni Cho'chak ziyolilarining onasi deb qaraydi. U Gulandam Abistayga qilingan muomalaga qattiq norozi bo'lgan.
Sayfiddin Azizi boshchiligidagi xizmat gruppasi shu qitimda bosh-boshdoqlik bilan ish ko'rgan ba'zi mas'ul rahbarlarni vazifasidan ib tashlagan. Uvalchilikqa uchragan kishilarni oqlagan. Shu qatorda Gulandam Obistaymi oqlangan. Yandurqi yili, ya'ni 1953-yili Gulandam Obistay Xinjiang o'lkalik siyosiy kengashga a'zolikqa saylangan. 1955-yili Sovet ittifoqiga qaytib Qozog'istonning O'lijar shahriga o'rinlashgan. Ya'ni Qozog'istonning O'g'riyar shahriga o'rinlashgan. 1973-yili 84 yoshida vafot bo'lgan. Gulandam Obistayning kundalik xotirasining 3-daftari 1980-yillarning 5-ida bolasi Fatih tarafidan Urumchiga olib kelingan. Qaytadigan chaqda bu xotira tamojna xodimlari tarafidan tutib qilingan. Keyin Xinjiang universitetining professori Tatar ziyoli Zarif Dolat apandining munosabatlik o'rinlar bilan aloqalashib tirishchanlik ko'rsatishi natijasida tamojna idorasidan qaytirib chiqilgan. 2009-yili Zarif Dolat apandi qazo qilganda ayoli bu xotirani Ibrohim Motiy apandiga bergan. İbrahim Motiy apandi qazo qilgandan keyin bu xotira daftari uning Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasining material bo'limida ishlab pensiyaga chiqqan qizi Xolida xonimning qo'lida qolgan. Xolida xonimning onasi Anvara Ismoilovani Gulandam Obistay 1930-yillarning boshlari cho'chakda o'qitgan bo'lg'ashqa. Xolida xonim Gulandam Obistay haqida xeyli pishiq tonishga ega edi. Xolida xonim o'zining mingtovxan bo'lishiga qaramay, ya'ni xan tilliq bo'lishiga qaramay bu qo'lyozmani g'ayrat va muhabbat bilan tatarchidan ona tilimizga o'rib chiqqan. Men 2010-yili 9-oyda, ya'ni Ro'za hayitda bu qo'lyozmaning Xolida xonimning qo'lida ekanligini uqib, aloqalashib so'rab elib o'qib chiqdim. Hamda til yoziq tadqiqotchisi va tarjimon Yunus İlyas Edi Qutluq apandi bilan ko'rishib, Xolida xonimning tarjimasini pishiqlab ishlab berishni iltimos qildim. Yunus İlyas Edi Qutluq apandi zo'r ajri bilan bu xizmatni tamomlab bitkizib berdi. Bizni afsuslantiradigan yeri shuki, Gulandam Obistayning kundalik xotirasining 3-daftaridan boshqasi texi bizga ma'lum emas. Gulandam Obistay yozgan kundalik xotiraning tepilishi Xinjiang yangicha ma'arifining eng dastlabki shakllanish davridagi ahvollarni tushunishda cho'ng ahamiyatga ega. Chunki bu chaqqicha milliy ma'arif oqartish harakatiga doir bundoq inchika tafsiliy yozilgan xotira tepilganligi ma'lum emas. Bu xotira daftarining imlosidan qaraganda ham ma'lum joyda berilgan izohatning orqasiga yezib qo'yilgan FX degan harfdan qaraganda bu kundalik xotira Gulandam Obistayning xotirasi asosida o'g'li Fatih Habibullin tarafidan ko'chirilganligini bilib olg'ili bo'ladi. Gulandam Obistay yozgan kundalik xotiraning tepilishi biz uchun cho'ng xushalliq. Lekin ko'p afsus, ushbu kundalik xotiraning 1, 2, 4 daftarlari va balki uningdanmi keyingi bo'limlari to'g'risida hech bir uchurga ega emasmiz. Mubodo bu daftarlar tepilib qolsa edi, biz uchun texmo xushalliq ish bo'ladi.
2010 yili 10 ay Ürümçi.